zakotni qasddan bermasdan yurishlik bu katta gunoh sanaladi. Hatto Imom Muhammad rahmatullohi alayhi aytadilar, zakotdan bo'yin tovlovchini guvohligi qabul qilinmaydi. Zakotini bermasdan yuradigan odam ekan, boy ekan o'zi, shu odam zakot berishligi kerak ekan. Biror bir joyga mana meni guvohlarim, guvohlikka olib kelyapman bu kishini desa, bu kishi zakot beradigan odam emas. Buni guvohligi yaramaydi deylar ekan. Imom Muhammad shunday degan ekanlar. Aksincha zakotini bergan insonning moli quruqlikda ham, dengizda ham u talofatga uchramaydi. Zakot beradigan odamni holati shundayki, dunyo meni qo'limda, qalbimda emas deganida, 40 ming dollar puli bor bo'lgan odam 1000 dollar zakot berishligi kerak, masalan, 40 dan biri desak. Endi tasavvur qiling, shu 1000 ni berayotgan vaqtingizda ko'zingizga nimalar ko'rinib ketadi? Uni topganlaringiz, qanaqa qilib yiqqanlaringiz, shular ko'zingiz oldida gavdalanadi. Shuni beramanmi deyoradi odam. Shuni bermaslik yo'lini qilishni boshlaydi. Nimadir qilib yo'lig'ini topsam, shuni bermasam deydi. Lekin bermaydigan odamni Alloh subhanahu va taolo rahmatiga olmaydi. Rahmati bilan o'ramaydi. Aksincha o'sha moliga talofat yetadi. O'sha moli halokatga uchraydi.